Muş fursatda bizning atrofimizga barliq qo'llag'uchilarimiz, ijodiyotchilarimiz, rejissyorlarimiz va barliq xalqimizningki menga yosh ijodiyotchi degan mushu sharafli nomni berganligiga cheksiz rahmat aytaman. Shundaqla akam Abdulla Abdurimning naqshchilik sohasida qo'lga keltirgan mushu g'oyat zo'r natijalardan cheksiz faxrlik his qilaman. Oxirida akam Abdulla Abdurimninki mushu naqshchilik sohasidagi bundan keyingi natijalarga zo'r utuq tilash bilan birga uning qoshida yaxshi bir yordamchi, qo'llag'uvchisi, yaxshi bir ijodiyotchisi bo'lib davomli shuning uchun xizmat qilishga va xalqimninki mendan mush ijodiyat sohasida kutgan umidini oqlashga yana bek tirishaman. Kan tağrıda mağrur diranlaydı ecep. Bu ana elde neşip alem yamraydı ecep. Fügi teşnalar seni her cayda maqtaydı ecep. Fügi teşnalar seni her cayda damlaydı ecep. Gülürüm kan tağrıda mağrur diranlaydı ecep. Bak Uygur idim üstün kıran Uygur bunu. Her isim akşam Camiye arami rahati. Bunda el akzari hem arzu muradi ameti. Hem ayan bolgay güzel pesli misalın sahibi. Hem ayan bolgay güzel pesli misalın sahibi. Herkesin nakşan kıyım camiye arami rahati. Şeref avruy atam. Gülürüm kan tağrıdan mağrur diranlaydı ecep. Bu ama elde neşip alem yamraydı ecep. Kügi teşnalar seni her cayda maqtaydı ecep. Kügi teşnalar seni her cayda damlaydı ecep. Gülürüm kan tağrıdan mağrur diranlaydı ecep. Mağrur diranlaydı